Agar siz telefoningizda bank ilovasida MyBookUz, MIB tizimi yoki boshqa davlat xizmatlarida hozir ijro etilmoqda degan yozuvni ko'rgan bo'lsangiz, buni oddiy xabar deb o'ylamang. Bu yozuv sizning nomingizga nisbatan ijro hujjati borligini, ya'ni qaror, jarima, aliment, kredit, soliq qarzi yoki boshqa majburiyat davlat ijrochilari tomonidan undirilayotganini anglatishi mumkin. Bu ma'lumot har bir odam uchun juda muhim. Chunki u bank kartangiz, maoshingiz, avtomobilingiz, mol-mulkingiz, hatto chetga chiqishingizga ham ta'sir qilishi mumkin. Men bugun sizga hozir ijro etilmoqda degan nimani bildiradi. Bundan qo'rqish kerakmi? Kimlar xavotir olishi kerak? Qanday xatolarga yo'l qo'ymaslik lozim va eng muhimi, bunday holatda aniq nima qilish kerakligini oddiy tilda tushuntirib beraman. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki birgina noto'g'ri harakat hisobingiz bloklanishiga yoki qarzingiz ustiga qo'shimcha xarajatlar qo'shilishiga olib kelishi mumkin. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki bu mavzu bugun sizga tegishli bo'lmasa ham, ertaga siz yoki yaqinlaringizga tegishli bo'lishi mumkin. Avval bunday ma'lumotlarni bilish juda qiyin edi. Odam o'ziga nisbatan ijro ishi ochilganini ko'pincha kech bilardi. Masalan, kimdir yo'l harakati jarimasini to'lamagan bo'ladi, lekin unga xabar yetib bormaydi. Yoki eski kredit bo'yicha qarzdorlik qolgan bo'ladi. Bank sudga murojaat qiladi, sud qarori chiqadi, keyin ish majburiy ijro byurosiga o'tadi. Odam esa buni faqat bank kartasidan pul yechilib ketganda yoki notariusda uy sotmoqchi bo'lganda bilib qolardi. Oldin ijro jarayoni ko'proq qog'oz hujjatlar, pochta xabarnomalari, ijrochining chaqiruvi orqali yurardi. Agar fuqaro ro'yxatda boshqa manzilda tursa, xatni olmasligi mumkin edi. Agar telefon raqami o'zgargan bo'lsa, ogohlantirish yetib bormasdi. Natijada men bilmagan edim degan holatlar juda ko'p uchrardi. Hozir esa vaziyat ancha o'zgargan. Davlat xizmatlari, bank tizimlari, sud hujjatlari, MIB ma'lumotlari va boshqa elektron bazalar bir-biri bilan bog'lanmoqda. Shuning uchun siz biror ilovada hozir ijro etilmoqda degan statusni ko'rsangiz, bu ko'pincha tizimda sizga nisbatan ijro ishi faol ekanini bildiradi. Ya'ni biror organ yoki tashkilot sizdan pul, mol-mulk, aliment, jarima yoki boshqa majburiyatni undirish uchun ijro jarayonini boshlagan bo'lishi mumkin. Bu yerda eng muhim narsa shuki, hozir ijro etilmoqda degani har doim ham siz jinoyatchisiz yoki katta muammoga tushdingiz degani emas. Lekin bu e'tiborsiz qoldiriladigan holat ham emas. Bu status ortida 100 ming so'mlik jarima bo'lishi mumkin, 100 million so'mlik kredit qarz ham bo'lishi mumkin, aliment majburiyati ham bo'lishi mumkin, sud qarori ham bo'lishi mumkin. Men buni sodda qilib tushuntiraman. Ijro ishi degani biror qaror chiqarilgan va endi u amalda bajarilishi kerak degani. Qarorni sud chiqargan bo'lishi mumkin, ma'muriy organ chiqargan bo'lishi mumkin. Soliq organi, notarius, bank yoki boshqa vakolatli tashkilot hujjat bergan bo'lishi mumkin. Agar odam qarorni o'z vaqtida bajarmasa, hujjat majburiy ijroga yuboriladi. Masalan, sizda 1 ming so'mlik yo'l jarimasi bor. Uni belgilangan muddatda to'lamadingiz. Avval jarima tizimda turadi. Keyin muddat o'tgach, u majburiy undirishga berilishi mumkin. Shundan so'ng sizga nisbatan ijro ishi ochiladi. Bank kartangizga cheklov qo'yilishi, oyligingizdan ma'lum foiz ushlab qolinishi yoki avtomobilingizga taqiq qo'yilishi mumkin. Yana bir misol, fuqaro bankdan 20 million so'm kredit olgan. Bir necha oy to'lagan, keyin ishdan ayrilgan va to'lay olmagan. Bank avval ogohlantiradi. Keyin qarzni undirish uchun sudga yoki notarial ijro yozuviga murojaat qiladi. Hujjat kuchga kirgach, ijroga yuboriladi. Shunda tizimda hozir ijro etilmoqda degan holat paydo bo'lishi mumkin. Yana bir keng tarqalgan holat aliment. Ota yoki ona farzandi uchun aliment to'lash kerak, lekin muntazam to'lamaydi. Aliment bo'yicha ijro ishi ochiladi. Bu ish ko'pincha uzoq vaqt faol turadi. Chunki aliment bir martalik qarz emas. Oyma-oy bajariladigan majburiyatdir. Shuning uchun aliment ishi bo'yicha hozir ijro etilmoqda degan yozuv uzoq vaqt ko'rinishi mumkin. Birinchi navbatda agar sizda to'lanmagan jarimalar, kreditlar, aliment, soliq qarzi, kommunal xizmatlardan sudga oshgan qarzlar yoki boshqa majburiyatlar bo'lsa, siz bu statusga jiddiy qarashingiz kerak. Mayli keyin ko'raman deyish eng katta xato. Chunki ijro jarayoni davom etayotgan bo'lsa, qarzning ustiga ijro yig'imi, pochta xarajati, baholash xarajati, saqlash xarajati kabi qo'shimcha xarajatlar qo'shilishi mumkin. Masalan, 20 million so'mlik qarz bor. Fuqaro uni e'tiborsiz qoldirdi, ijro ishi ochildi. Keyin majburiy undirish chorasi qo'llandi. Natijada asosiy qarzdan tashqari ijro yig'imi ham hisoblanishi mumkin.
Agar mol-mulk qatlangan bo'lsa, yana boshqa xarajatlar chiqish ehtimoli bor. Oxirida odam nega 1 million edi? 1 million 200 ming yoki undan ko'p bo'lib ketdi deb hayron qoladi. Ikkinchi guruh chet elga chiqmoqchi bo'lganlar. Agar siz safarga, ishga, davolanishga yoki o'qishga chetga chiqmoqchi bo'lsangiz, ijro ishi bor yo'qligini oldindan tekshiring. Har bir ijro ishi avtomatik tarzda chetga chiqishga taqiq qo'yadi deb aytish noto'g'ri. Lekin ayrim holatlarda, ayniqsa katta qarzdorlik, aliment bo'yicha qarz, sud qarorini bajarmaslik holatlarida vaqtincha cheklov qo'yilishi mumkin. Odam aeroportga borganda bilib qolsa, eng achinarlisi shu bo'ladi. Chipta kuyadi, reja buziladi, pul ham, vaqt ham ketadi. Uchinchi guruh mol-mulk sotmoqchi yoki rasmiylashtirmoqchi bo'lganlar. Avtomobil sotish, uy-joy oldi sotdisiz, garov, meros, hadya, notarial bitimlar vaqtida ijro cheklovlari muammo tug'dirishi mumkin. Masalan, siz mashinangizni sotishga xaridor topdingiz, narx kelishildi. Notarius yoki YXX ekspert tizimida avtomobilga taqiq borligi chiqdi. Sababi sizning qarzingiz bo'yicha transport vositasiga cheklov qo'yilgan. Bunday vaziyatda bitim to'xtaydi. 4-guruh bank kartasidan foydalanadigan hamma odamlar. Bugun deyarli hamma oylik pensiya, nafaqa, stipendiya yoki daromadini karta orqali oladi. Ijro ishi bo'lsa, ayrim holatlarda kartaga band solinishi yoki pul yechilishi mumkin. Odam ertalab qarasa, kartasidan 300 ming so'm ushlangan. U bankni ayblaydi, lekin aslida bank ijro hujjati asosida harakat qilgan bo'ladi. Agar siz hozir ijro etilmoqda degan yozuvni ko'rdingiz, lekin darhol vahomaga tushmang. Avval aniqlashtirish kerak. Ba'zan tizimda eski ijro ish ko'rinib qoladi, lekin qarz to'langan bo'lishi mumkin. Ba'zan texnik kechikish bo'ladi. Siz pulni to'ladingiz, lekin ma'lumot bazada yangilanishi uchun bir necha soat yoki bir necha kun kerak bo'ladi. Masalan, fuqaro 6 ming so'mlik jarimani to'ladi. To'lov bank orqali o'tdi. Lekin MIB yoki tegishli tizimda holat darhol yopilmadi. U ilovaga kirib qarasa, hozir ijro etilmoqda, hali turibdi. Bu holatda to'lov cheki saqlanib bo'lsa, xavotir kamayadi. Lekin baribir ijrochiga murojaat qilib, ish yopilganini tekshirtirish kerak. Yana bir holat, sizga tegishli bo'lmagan qarz xato bog'langan bo'lishi mumkin. Bu kam uchraydi, lekin bo'ladi. Masalan, ism-sharif o'xshash eski pasport ma'lumotlari. Manzil yoki boshqa ma'lumotlarda chalkashlik yuzaga kelgan. Shuning uchun mening qarzim yo'q deb o'tirish emas, hujjat bilan tekshirish kerak. Agar siz aliment to'lovchisi bo'lsangiz va har oy o'z vaqtida to'lab kelsangiz, ijro ishi faol turishi tabiiy bo'lishi mumkin. Chunki aliment ishi farzand voyaga yetguncha yoki qonunda belgilangan boshqa holatlargacha davom etadi. Bu yerda muammo ijro ishi borligida emas, qarzdorlik bor yoki yo'qligida. Agar qarzdorlik yo'q bo'lsa, kvitansiyalar, bank o'tkazmalari va ijrochi bilan hisob-kitob doim tartibli bo'lishi kerak. Eng avvalo, hozir ijro etilmoqda degan status sababni ko'rsatmaydi yoki har doim to'liq ko'rsatmasligi mumkin. Siz aniq bilishingiz kerak. Ijro ishi qaysi hujjat asosida ochilgan, kim undiruvchi, qancha summa, qaysi sana, qaysi davlat ijrosi yurityapti va qanday cheklovlar qo'yilgan. Undiruvchi degani sizdan nimadir talab qilayotgan tomon. Bu bank bo'lishi mumkin, sobiq turmush o'rtog'i bo'lishi mumkin, davlat organi bo'lishi mumkin, kommunal korxona bo'lishi mumkin, boshqa fuqaro yoki tashkilot bo'lishi mumkin. Qarzdor esa majburiyatni bajarishi kerak bo'lgan shaxs. Misol uchun, sizga nisbatan 3 turli ijro ishi bo'lishi mumkin. Birinchisi 220 ming so'mlik YPX jarimasi. Ikkinchisi 20 million 800 ming so'mlik soliq qarzi. Uchinchisi 12 million so'mlik bank krediti. Ilovada bitta umumiy status ko'rinishi mumkin. Lekin amalda har bir ishning huquqiy asosi, to'lov tartibi va oqibati alohida bo'ladi. Ijro jarayonida davlat ijrochisi bir nechta choralarni qo'llashi mumkin. Bank hisob varaqlarini aniqlaydi, ish joyiga so'rov yuboradi, oylikdan ushlab qolish bo'yicha qaror chiqaradi, mol-mulkni xatlaydi, transportga taqiq qo'yadi, ko'chmas mulkni cheklaydi. Ayrim hollarda chiqish huquqiga vaqtincha cheklov masalasini ko'taradi. Bu choralar qarz miqdori, hujjat turi, qarzdorning xatti-harakati va qonuniy tartibga bog'liq. Oylikdan ushlab qolish masalasini ham tushunish kerak. Ko'pchilik kartamga pul tushsa, hammasini olib qo'yishadimi deb so'raydi. Amaliyotda qarz turiga qarab ushlab qolish miqdori turlicha bo'lishi mumkin. Aliment, zarar undirish, kredit qarzi, jarima kabi holatlarda qonunchilikdagi chegaralar hisobga olinadi. Lekin bank kartasidagi pulning manbasi noto'g'ri aniqlansa yoki karta aralash daromadlar uchun ishlatilsa, odamga noqulaylik tug'ilishi mumkin. Shuning uchun ijtimoiy to'lovlar,
Aliment uchun olinadigan pullar yoki kompensatsiyalar bo'yicha alohida ehtiyot bo'lish kerak. Birinchi misol. Jamshid ismli haydovchi bir yil davomida 5 ta jarima olgan. Har biri o'rtacha 300 ming so'mdan. Umumiy 1 million 500 ming so'm. U keyin to'layman deb yurdi. Muddatlar o'tdi. Jarimalar majburiy ijroga yuborildi. Keyin u avtomobilni sotmoqchi bo'ldi. Tizimda taqiq chiqdi. Xaridor kutmadi, boshqa mashina oldi. Jamshid esa avval qarzni. Keyin qo'shimcha xarajatlarni to'lab taqiqni yechtirishga majbur bo'ldi. Bu yerda zarar faqat pul emas, imkoniyat ham yo'qoldi. Ikkinchi misol, Dilnoza bankdan 15 million so'm iste'mol krediti olgan. Ishdan bo'shagach 4 oy to'lamadi. Bank ogohlantirdi, lekin u telefonlarga javob bermadi. Keyin hujjat ijroga o'tdi. Uning oylik kartasiga band qo'yildi. Yangi ishga kirganda birinchi maoshidan katta qismi ushlab qolindi. Agar u bank bilan oldinroq gaplashib, restrukturizatsiya yoki bo'lib to'lash masalasini hal qilganida ijrogacha yetib bormasligi mumkin edi. Uchinchi misol, aliment to'lovchi ota har oy sobiq turmush o'rtog'iga naqd pul berib yurgan, lekin kvitansiya olmagan, bank orqali o'tkazmagan, tilxat yozdirmagan. Bir necha yildan keyin nizo chiqdi va ayol aliment olmaganman dedi. Ijro hisob-kitobida katta qarzdorlik paydo bo'ldi. Otasida pul berganini isbotlay olmadi. Bu misol shuni ko'rsatadi. Ijro ishida og'zaki kelishuv juda xavfli. Har bir to'lov iz qoldirish kerak. 4-misol, pensioner ayolga 2 ming so'mlik kommunal qarz bo'yicha ijro ishi ochilgan. U qarzni allaqachon to'lagan, lekin chekni tashlab yuborgan. Tizimda qarz yopilmagan. Keyin pensiya kartasidan pul ushlangan. U kommunal tashkilot, bank va ijrochi o'rtasida bir necha kun yugurdi. Agar chekni saqlaganda yoki to'lovni mobil ilovadan qilganda masala tezroq hal bo'lardi. Birinchi nozik jihat, ijro ishi ochilgani qaror to'g'ri degani emas. Ba'zan sud qarori yoki jarima ustidan shikoyat qilish muddati bo'lishi mumkin. Agar siz qaror bilan rozi bo'lmasangiz, baribir ijroga o'tibdi deb taslim bo'lmang. Hujjatni oling, sanalarni tekshiring. Shikoyat qilish imkoniyati bormi aniqlang. Lekin shikoyat qilish ijroni avtomatik to'xtatadi deb o'ylamang. Ayrim holatlarda ijroni to'xtatish bo'yicha alohida ariza yoki sud ajrimi kerak bo'lishi mumkin. Ikkinchi nozik jihat, qarzni to'lash bilan ish darhol yopilmasligi mumkin. Siz to'lov qildingiz, lekin ijrochi to'lovni ko'rishi, undiruvchi bilan solishtirishi, ijro yig'imi bor yo'qligini tekshirishi va ishni tugatish haqida qaror chiqarishi kerak. Shundan keyin cheklovlar yechiladi. Demak, to'lovdan keyin albatta ish yopilganini nazorat qilish kerak. Uchinchi nozik jihat, noto'g'ri hisoblangan qarzdorlik, ayniqsa aliment, kredit foizlari, penya, jarima va kommunal qarzlarda hisob-kitob xatolari uchraydi. Masalan, siz oy davomida 1 million so'mdan to'lagansiz, jami 1 million. Lekin tizimda faqat 7 million ko'rinmoqda. Qolgan 3 million bo'yicha chek yoki bank ma'lumotnomasi kerak bo'ladi. Hujjat bo'lmasa, isbotlash qiyinlashadi. 4-nozik jihat, karta bloklandi degani hamma vaqt bank aybdor degani emas. Bank ko'pincha ijro hujjatini bajaruvchi vositachi bo'ladi. Agar siz bankka borib janjal qilsangiz, bank xodimi cheklovni bekor qila olmaydi. U sizga qaysi organ band qo'yganini aytishi mumkin emas. Asosiy masalani ijrochi yoki hujjat chiqargan organ bilan hal qilasiz. 5-nozik jihat, qarzni boshqa odam to'lab yuborsa ham to'lov maqsadi to'g'ri yozilishi kerak. Masalan, qarzdorning pasport ma'lumoti, ijro ishi raqami yoki jarima raqami noto'g'ri kiritilsa, pul boshqa hisobga tushib ketishi yoki aniqlanmay turishi mumkin. Shuning uchun to'lov qilishdan oldin rekvizitlarni aniq tekshirish zarur. 6-nozik jihat, hozir ijro etilmoqda degan status ba'zan faqat pul undirishga emas, boshqa majburiyatga ham tegishli bo'lishi mumkin. Masalan, uyni bo'shatish, bolani ko'rsatish tartibi, ishga tiklash, hujjat topshirish, mulkni qaytarish kabi majburiyatlar ham ijro predmetiga aylanishi mumkin. Bunday ishlarda faqat pul to'lash bilan masala hal bo'lmasligi mumkin. Birinchi qadam, vahima qilmang, lekin kechiktirmang. Ilovadan skrinshot qiling. Sana va vaqtni saqlang. Qayerda ko'rdingiz? Bank ilovasidami, MyBookUzdami, MEB portalidami, boshqa tizimdami? Buni yozib oling. Ikkinchi qadam, ijro ishi haqida to'liq ma'lumot oling. MEBning rasmiy manbalari, davlat xizmatlari portali yoki hududiy bo'lim orqali tekshirishingiz mumkin. Sizga ijro ishi raqami, qarzdorlik summasi, undiruvchi nomi, ijro hujjati turi, ijrochi FISH va aloqa ma'lumotlari kerak bo'ladi. 3-qadam. Hujjat asosini talab qiling. Men har doim aytaman, faqat qarzingiz bor degan gap yetarli emas. Qaysi qaror, qaysi sud, qaysi sana, qaysi jarima,
Qaysi shartnoma? Agar siz hujjatni ko'rmasangiz, nimaga qarshi harakat qilishni bilmaysiz. Davlat ijrochisidan ijro hujjati nusxasi yoki unga doir ma'lumotni so'rang. 4-qadam qarz to'g'ri yoki noto'g'riligini tekshiring. Agar rozi bo'lsangiz, to'lov tartibini aniqlang. Agar birdaniga to'lash imkoningiz bo'lmasa, bo'lib to'lash, muddat berish yoki ijro harakatlarini kechiktirish bo'yicha qonuniy imkoniyatlar bor yo'qligini so'rang. Bunda ariza yozayotganda daromadingiz, oilaviy holatingiz, farzandlaringiz, sog'lig'ingiz, boshqa majburiyatlaringizni ko'rsating va tasdiqlovchi hujjatlarni ilova qiling. 5-qadam, agar qarz noto'g'ri bo'lsa, yozma e'tiroz qiling. Og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Arizada menga nisbatan yuritilayotgan ijro ishi bo'yicha qarzdorlik summasi bilan rozi emasman. Chunki falon sanada falon summa to'langan deb aniq yozing. To'lov cheklarini, bank ko'chirmalarini, shartnoma nusxalarini, sud qarori yoki boshqa hujjatlarni ilova qiling. Arizani ro'yxatdan o'tkazdiring yoki elektron yuborsangiz, yuborilganini tasdiqlovchi ma'lumotni saqlang. 6-qadam, to'lov qilgandan keyin ish yopilishini nazorat qiling. Faqat pul o'tkazib qo'yib unutib yubormang. Ijrochidan qarz qoplangani, ijro yig'imi masalasi hal bo'lgani, cheklovlar yechilgani va ijro ishi tugatilgani haqida ma'lumot oling. Agar avtomobil yoki uyga taqiq qo'yilgan bo'lsa, tegishli reyestrlarda cheklov yechilganini tekshiring. 7-qadam, barcha hujjatlarni saqlang. To'lov cheklari, bank ko'chirmalari, ijrochi bilan yozishmalar, arizalar, javob xatlari, qarorlar kamida bir necha yil saqlansin. Ayniqsa aliment va kredit bo'yicha hujjatlar juda muhim. Bugun kerak bo'lmasa 2 yil o'tib kerak bo'lishi mumkin. 8-qadam, agar davlat ijrochisi bilan kelisha olmasangiz yoki harakatlarda qonunbuzarlik ko'rsangiz, yuqori turuvchi organga yoki sudga shikoyat qilish mumkin. Masalan, siz to'lagan bo'lsangiz-u, cheklov yechilmayotgan bo'lsa, sizga tegishli bo'lmagan qarz undirilayotgan bo'lsa, hisob kitob ochiq berilmasa, arizalaringiz ko'rib chiqilmasa, yozma tartibda shikoyat qiling. Shikoyatda hissiyot emas, fakt bo'lsin. Sana, raqam, summa, kimga murojaat qildingiz, qanday javob oldingiz. Agar siz ijrochiga ariza yozmoqchi bo'lsangiz, matn sodda bo'lishi mumkin. Avval kimga yozayotganingizni ko'rsatasiz. Falon tuman MEB bo'limi davlat ijrochisiga. Keyin o'zingizning FIsh, pasport ma'lumotlaringiz, telefon raqamingiz, manzilingiz, so'ng ijro ishi raqami bo'lsa, uni yozasiz. Keyin talabingizni aniq bayon qilasiz. Masalan, menga nisbatan yuritilayotgan ijro ishi bo'yicha qarzdorlik summasi, ijro hujjati asosi, undiruvchi nomi va qo'llangan cheklovlar haqida yozma ma'lumot berishingizni so'rayman, agar to'lagan bo'lsangiz. Falon sanada falon summa to'langan, chek ilova qilinadi. Shu sababli qarzdorlikni qayta hisoblab, ijro ishini tugatish va cheklovlarni bekor qilishni so'rayman. Agar bo'lib to'lash kerak bo'lsa, moddiy ahvolim sababli qarzni bir yo'la to'lash imkonim yo'q. Oyma-oy falon summadan to'lashga ruxsat berishingizni so'rayman. Hujjatlar ro'yxati ham vaziyatga qarab bo'ladi. Shaxsni tasdiqlovchi hujjat nusxasi, to'lov cheklari, bank ko'chirmasi, ish joyidan ma'lumotnoma, oylik daromad haqida ma'lumot, farzandlar tug'ilganlik guvohnomasi, nogironlik yoki kasallik bo'yicha tibbiy hujjatlar, kredit shartnomasi, sud qarori nusxasi, kommunal to'lov kvitansiyalari kerak bo'lishi mumkin. Men tomoshabinlarga har doim profilaktikani maslahat beraman. Har oy kamida bir marta jarimalar, soliqlar, kreditlar va ijro ishlari bo'yicha o'zingizni tekshirib turing. Telefon raqamingiz, yashash manzilingiz va pasport ma'lumotlaringiz rasmiy tizimlarda yangilangan bo'lsin. Bankdan kredit olgan bo'lsangiz, to'lov kunini eslatmaga qo'ying. Jarima kelsa muddatni o'tkazmang. Alimentni faqat bank orqali yoki isbot qoldiradigan usulda to'lang. Agar biror qarzni to'lay olmasligingizni oldindan bilsangiz, yashirinmang. Bank, tashkilot yoki undiruvchi bilan oldinroq gaplashing. Ko'p muammolar ijroga yetmasdan hal bo'lishi mumkin. Lekin odam ham telefonni ko'tarmasa, xatga javob bermasa, manzilini yashirsa, tizim uni majburiy tartibda undirishga o'tadi. Demak, hozir ijro etilmoqda degan yozuv bu shunchaki texnik status emas. Bu sizga nisbatan biror majburiyatni majburiy bajarish jarayoni ketayotganini bildirishi mumkin. Bu holatda eng to'g'ri yo'l sababni aniqlash, hujjatni ko'rish, summani tekshirish, to'lov yoki e'tirozni rasmiylashtirish va ish yopilganini nazorat qilish. Eng katta xato e'tiborsizlik. Eng to'g'ri harakat hujjat bilan yozma tarzda vaqtida harakat qilish. Agar sizda shunday status chiqqan bo'lsa, bugunoq tekshiring. Agar yaqinlaringizda bo'lsa, ularga ham tushuntiring. Chunki kichik qarz vaqtida hal qilinmasa, katta muammoga aylanishi mumkin.
Sizda hozir ijro etilmoqda degan status chiqqanmi? Qaysi vaziyatda duch kelgansiz? Izohlarni yozib qoldiring. Men keyingi videolarda eng ko'p uchraydigan savollarni alohida tushuntirib beraman. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni xas jarima yoki ijro masalasida adashib yurgan tanishlaringizga yuboring.